Men Muxtorova Nigora Zabihullayevna ko'p yillik tajribaga ega pediatr shifokor bo'laman. O'zimning faoliyatimni Toshkent shahri Chilonzor tumanida joylashgan NBF Med klinikasida olib boraman. Oxirgi vaqtda ko'pgina savollar kelyapti. Nigora opa, nimaga bolam tuzaldi, yaxshi davolandi, lekin bir hafta 10 kun o'tib yana kasal bo'lyapti yoki yana boshqa kasalni yuqtirib olyapti degan savollar ko'p kelyapti. O'zimni ko'p yillik tajribam asosida ayta olamanki, bolajonni faqat antibiotik va virusga qarshi vositalar bilan emas, balki immunitetni ko'taruvchi, ishtaha ochiruvchi vositalar bilan ham davolash juda ham yaxshi samara beradi. Oxirgi paytda aptekalarda paydo bo'lgan yaxshi immunomodulyator Makrofag Plus buning yechimi. Bu preparatni o'zimning tajribamda juda ham ko'p ishlatyapman va o'zimning farzandlarimda ham buni ishlatyapman. Shu kunlarda ayni Coxsackie virusi, kataral angina, pnevmoniya, skarlatina shunaqa kasallar ko'paygan paytda ushbu preparat juda ham yaxshi effekt beradi va asosiysi ushbu Makrofag Plus preparatini davolashni birinchi kunidan ham bersanglar bo'ladi. O'zida 4 ta unsurni jamlagan Makrofag Plus preparatini sizlarga tavsiya qilaman. Bu preparat haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun mening ijtimoiy tarmoqdagi sahifamga murojaat qilishingizni so'rayman.